Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Faman afa va aslaha fa ajruhu alallohi innahu la yuhibbuz zolimin." Sadaqallohul azim. Alloh aytadi. Mufassir ulamolarimiz tafsir qiladilar. Kimki afv etib o'zgani tutsa, bas uning mukofoti Allohning zimmasidadir. Albatta u zulm qilguvchi, ya'ni tajovuzkorlarni yaxshi ko'rmas. Bir holat yuz berdi deylik. İnsonni endi hayotida kayfiyati doim bir xil turmaydi. Nimadir bo'ldi, kayfiyatimiz buzildi. Kayfiyatimiz yaxshi vaqtida bir gapni ko'tara olar edik, lekin kayfiyatimiz buzilib qolgan vaqtida o'sha gapni ko'tara olmay qoldik-da. U gapni yaqinimizdandir, do'stimizdandir, ko'ngil hollik bo'lib qoldi. Oralariga bir sovuqchilik tushdi. Alloh taolo aytayaptiki, shu yerda kimki avf etib, yaxshilikka qadam bosib va agar ana shu ikkita odamni bu yerda mufassir ulamolarimiz keltiradilar-da, o'zi kechirib turib, o'zini o'rtasidagi holatni isloh qilishlik uchun qadam bosgan odam ham deyiladi bu yerda. Va ikkita odamni o'rtasini yarashtirishlik harakatida bo'lgan odam ham bu yerda aytilyapti deydilar mufassirlarimiz. Shu odamga beriladigan mukofotni Alloh taolo o'zini zimmasiga olyapti. Haligi illatni, o'rtadagi tushunmovchilikni ketkizishlik uchun, uni muolajasini qilishlik uchun harakat qilgan odamga beriladigan mukofotni Parvardigorimiz o'zini zimmasiga olyapti. Va oyat karimani davomida Alloh taolo aytayaptiki, albatta Alloh zolimlarni, tajovuzkorlarni yaxshi ko'rmaydi. Biz bugungi mavzuyimizni mana shunga bag'ishlayotganligimizni boisi ham shundaki, azizlar, hayotdagi, ko'cha-kuydagi, bozordagi, yo'ldagi yurgan holatimiz, biz yurish-turishimiz, bir-birimizga qilayotgan munosabatimiz shu masjidni to'ldirib turgan fayzli jamoatga mosmi degan savol borda, shunga muvofiq hayot kechirayotgan bo'lsak, Parvardigorimizni roziligini topamiz inshaalloh. Robbimiz bizdan rozi bo'ladi. Lekin buni aytmasdan boshqa choramiz yo'qki, ko'p holatlarda shu jamoatimizga xos bo'lmagan, mos bo'lmagan, muvofiq tushmagan holatimiz ham tashqarida ko'p. Bir safda turib ibodat qilamiz alhamdulillah. Alloh qabul qilsin. Namoz vaqtida, ibodat vaqtida bir-birimizga iltifot ko'rsatamiz. Achinarlik tomoni shundaki, qarz olib bermasdan bir-birining obro'sini to'kib haqorat qilayotgan ham musulmon. Bozorga kirib aldayotgan ham, haqqiga tajovuz qilayotgan ham musulmon.